Mana xudo xolasa boshlagan ishlarimizni ham tugatib oldik. Shu ustalar bilan birgalikda belamiz tashga bo'ldi. Videoni avvalgisi ham qo'yamiz xudo xolasa. Shu belamiz karbishdan o'rilgan. Minimal fermamiz ham bitdi xudo xolasa. Bu tarafdan yük mashinalarimiz kelib, samanlarda ya boshqani uchak tusini olish uchun mo'ljallangan og'ochlarimiz ham 40 santidan qo'yilgan. O'sha bitta yana hozir razmerlarini aytamiz. Razmerlarimiz 1.6 joy 1.30, enini uzunluğu 220. Uzunluğu 220. Sidik kanalımız 30. Şemmakıda trotuarlarımız 1 metr arkasında. Şu öregacha tumagacha 1 metr. Bu xotlarımız 1.20. Ortaga tan xotimiz. Navalarımız yerden 60. Ve de maldı mestasından tashqari ve de mal yemeyish uchun ve de 65 qo'yilgan. 16 malga mo'ljallangan bu. Belamizda letniy hojatxonalar ham bor. Letniy hojatxonalardan bitkazdik. Bu tarafda zaborlarni qilib berdik. Bu tarafini ham shlakabokdan qilib ustidan chiqib qo'ydik, shamol aylantirish uchun. O'sha shamol ham yerida bor, aylantiribdi. Shunda hidlanmaydi shamol bo'lsa. Suvlarimiz ham kelib turibdi mana. Bemalol sug'oraversalar, mol sug'orishdan muammo bo'lmaydi. Minimal ferma. Bu tarafda yem xashaklarni qo'yish uchun joy mesta bor. Kim shunday minimal ferma kerak bo'lsa, kelishib qilib beraveramiz. Buni molni teni stashkadan qilganmiz. Karbishdan ham qilsa bo'ladi asli, lekin karbishda islanadi. Stashkadan qilsak, rezinka qo'ysa, isam bo'lmaydi, oyoq ham o'rmaydi molni.